vazifasi. Qo'lingizda turgan Miostage preparatining vazifasi mana bu 1 kilo 400 ozuqani berdingiz. Greenford zotli hayvonlarimiz 0.8 и 1 kilo 200 gacha bes qo'shadi. Yaxshi boqilsa, o'sha yerda turgan paytda qo'shiladi. Nima vazifani bajaradi? Hayvonni, misol uchun yayratish maydoni kam yoki bo'lmasa bog'lab boqilyapti hayvon. Bu narsa urilmaydigan bo'lsa, avvalambor Miostage preparatini faoliyati, misol uchun organizmdagi faoliyati buni qo'lingizga bering-da. Mana buni ushlang, qising. Buni ushladingiz, to'g'rimi? Qanchalik baquvvat. Miostage mana shuni ta'minlab beradi. Bu nima? Oqsil tarkibidagi aminokislota organizmda tashqi omillarga, ishtahani yo'qolib qolishiga qarshilik qilib turadi. Va yegan ichganini o'sha oqsillarni tez biriktirib oladi. Qonda aylanishini yaxshilaydi. Shu buni qilib qo'yib turib, shunchaki Miostage preparatini qilib qo'yib hayvonni semirtira olmaysizlar. Ko'pchilik kommentariyaga ham yozyapti, o'zimizga ham bu dori bir tiyinga qimmat yoki boshqa. Bu hayvonni ishtahasini ochib beradi. Hayvonni ishtahasini ochib, yaxshi tez semirtiradi и qish oyida, mana shu qish oyida urib ko'ring, yana 2 oy qish bor, 2 marta urilsa, mana shu hayvonlarimiz to'lab ketadi qish oyida. To'g'ri, lekin haqiqatan shunaqa effekt bo'lyapti. Gap-yu qoyil qolsa bo'ladi. Yana bitta savol. Hozir yem haqida tushuntirishlari borildi. Miostani ko'rib qoldim. Nimaga siz bunday qilib qo'yasiz? O'zi ferma qilinadimi? Ha, qilinadi. Bugun erta Miosta kuni o'zi. O'shanga olib qo'ydingiz. Olib kelib qo'yganmiz, hali qilganimiz yo'q. Keyin yana bitta savol. Savolga javob berib ketishimiz kerak. O'tgan safargi videolarda ham savol berildi. Bu yeming, misol uchun 250 kilogacha deyapsan. 250 kilodan keyin nima qo'shiladi? Biz постоянный hayvonga yog'siz modda berishni tavsiya qilmaymiz. Mana shu ko'rib turgan holatiga hayvonimiz misol 250 kilodan yuqoriga o'tgandan keyin, o'sish boshlanishi yaxshi bo'lgandan keyin bularga qo'shish mumkin soya, kunjara shiroti, semichka shiroti, kunjara qo'shish mumkin. To'xtang. Bitta ish qilamiz. 300 kilodan 400 kilogacha bo'lgan mollarga bitta ratsion tuzib bering hozir shu holatda. Xo'p, 300 kilodan 400 kilogacha bo'lgan hayvonlarimiz uchun ratsion. Kameraga aytasiz. Xo'p. Birinchi o'rinda kepak qo'shiladi, bug'doy yorma qo'shiladi. Sabab, bittasini bitta tushuntirib berib ketamiz. Kepak tez hazm bo'ladi. Bug'doy yormada o'sha oqsil miqdori, misol uchun shakar miqdorlari o'sha shakar miqdori debmi, o'sha makka bilan bug'doy yormasining vazifasi organizmda, misol qishloqchasiz tushuntirganda terini yaltiratib beradi. Terini yaltiroqligini ta'minlab beradi. Mana shu narsa keyin qanchadanligini ham aytishim kerakmi kilogramlar? Albatta kerak. Misol uchun aytamizga arpa deylik 2 kilo, bug'doy 2 kilo, tam makka 2 kilo, kunjara 1 kilo deb mana shunaqa qilib aytib bersangiz, obunachilarimizga foydali bo'ladi va bir oyda necha kilogrammgacha semirishi mumkin shu ratsion bo'yicha. Xo'p, 300 kilogramli hayvonlarga kepak 700 gram, bug'doy yorma 700 gram. Makkani 500 makka donini unini 500 gramgacha qo'shib turib, plus unga qo'shish mumkin 200 gramdan 300 gramgacha bo'lgan holatda men o'zim qo'shaman, Argentinaning soya shirotini qo'shamiz. Plus semichka shiroti, uni ham o'sha 200-300 gramgacha qo'shish mumkin. Ya'ni ko'paytirib bo'lmaydi. Keyin 100-150 gramgacha kunjara qo'shish mumkin. Sabab, kunjarani kam foydalanishimiz sababi xalq biladi, misol uchun gazsipol moddasi bor kunjarada. Kunjarani yomonlash yoki boshqa narsa emas. Kunjaradan ham yetiltirib 700 kilo, 800 kilo namoz o'qiy turganlar bor. Men ularni hech qanaqa misol yetiltira olmasam yoki, lekin kunjaraning tan narxi qimmat. Lekin protein miqdori mana bu soyada, raps shirotida, nimasida, semichka shirotida ularda yuqori. Energiya, protein miqdori shunday yuqori. Ko'proq, yaxshiroq semiradi. Agar aholi bir qo'llab ko'rsa, misol hozir 6200 so'm shunaqa kunjara. Lekin mana shu yemga qo'shimcha o'sha men aytganlarni qo'shib turib, tayyorlashsa agar mana shu 300 kilo, 350 kilolik yana bitta firmamizda novoslar boqilyapti. Ularga tayyorlanganimizda 5800 so'mga to'xtadi. Shu kecha kunduzda. Ana shu 1 kilosi yo'q, bu arzon. Yo'q, o'zi umuman ratsion, hozir tuzayotgan ratsioningizni 1 kilosi 5800 ga tayyorlanyapti. To'xtayapti. Shunday 5800 so'mga to'xtayapti. U novoslar ham yaxshi o'zgaryapti. Yonimizdagi misol uchun firma bor. Unga ham kiramiz. Ular ratsionda boqishmaydi. O'sha kunjara bug'doy yormasi bilan boqishadi. Ularda sekinroq. Misol uchun go'sht sifati ham so'yilgan paytda ozuqada ratsion bilan boqilgan hayvonda deyarli hamma narsa yetarli. Go'sht ham yaltiroq, juda ham chiroyli chiqadi.
Gap yo'q. Agarda ushbu ratsion aytayotgan ratsioningiz bo'yicha bir oyda mollarimizni deylik 40 kilo yig'adimi? Endi 30 kilo Molni parodasiga qarab va yoshiga bog'liq, qarab. shunday, ha. To'g'ri. Parodiga qarab deylik, olamiz biz sementalni bir oyda 40 kilo yig'yapti. Ushbu tuzgan ratsioningiz bilan. Miyosda qo'shsak qancha yig'adi? Miyosda qo'shilsa hayvon vesi 60% misol uchun endi qancha qo'shishini gumon bo'lib qoladi-ya, qarang. Men sizga tushuntirib beraman. Kuniga 1 kilo 2 qo'shay turgan hayvonga miyosdej qilinsa, u 1,5 kilogacha ko'tariladi. 300 gram 300 gram qo'shiladi, ha? Endi energiya sarfi degan narsa ham bor. Energiya sarfini misol uchun hamma har xil tushunadi. Bog'lov turgan yoki bo'sh turgan hayvonlarda emas, misol berib turgan ozuqamizga ham qarashimiz kerak. Miyosdani qilib qo'yib turib, mana ozuqani berib turib, o'zgarmay turgan hayvonlarga avvalambor ichki tashqi parazitlariga. yashang. Endi biz ichki tashqi parazitlar haqida gaplashamiz. Ha, ichki tashqi parazitlariga unaqangi muammo narsa emas. Misol uchun ivermektin plus klozantel. Oddiy ukol. Oddiy ukol hamma veterinarlar ham, chorvadorlar ham biladi. Uni qilib qo'yiladi. Plus albendazol bir hafta o'tkazib, misol ivermektin plus klozantel qilib turib, bir hafta o'tkazib turib albendazol preparatini ichkizdirib qo'yilsa, ana undan keyin ratsionga o'tkazdirilib, miyoz ta'mi bilan birgalikda vitamin, mineral moddalar. Qaysi turi farqi yo'q. Ratsiondan berilyapti, ukolni ham qilib qo'yilsa, hayvon yana ham yaxshi o'zgaradi. Plus effekti yaxshi bo'ladi. Bitta narsani tushunishimiz kerak. Qanchalik hayvonga ko'proq vitamin, mineral modda berilsa, hayvon immuniteti baquvvat bo'ladi. Bu baquvvat immunitetda kasallik kam bo'ladi, o'z-o'zidan rivojlanish yaxshi bo'ladi. Xo'p, yana bitta narsa turamiz Sohir aka. Bitta savol, qarang. Mana shu mollarimizni bu yangi partiya, ularga hozir qilasiz. Shunday. Eski partiyasi haqida ozgina ma'lumot bersangiz. Chunki mana hozir ko'rdinglar ratsion haqida to'liq tushuntirdik. Ekranlarda men ko'rsatib qo'ydim necha kilodanligini, skrinshot qilishga ulgurgan bo'lsanglar, aka sizga 5 baho. Lekin bu yangi partiya mollarimizni eski partiyadan qancha foyda olgansiz va yangi partiyasini siz qancha vaqt davomida boqasiz? Xo'p, eski partiyamizda ham Sardor akamiz bilan ustoz bilan video qilganmiz. Bu zagonimizda o'zi bor edi, bu zagon yo'q edi. O'sha o'zimizda YouTube kanalimizga ham qo'yganmiz. Hop, maksimalni 160-190 kilogramgacha bo'lgan hayvonlar kelgan. Shu holatdagi hayvonlar kelgan. Chiqib ketishi, misol 7,5 8 oy deylik. 8 oy vaqtda 650 kilodan yuqori holatda. Hammasi Greenford zotidir. O'sha videoda ham turibdi. Uni ham agar iloji bo'lsa kesib turib qo'yib yuboring. Harakat qilamiz. Qo'yib yuborsangiz, videoni siz chiqarasiz, men chiqarmayman. isboti bo'ladi. Gap isboti bilan bo'ladi. O'sha eski hayvonlarimizni qanchalik o'zgarganligini 650 kilodan oshdi. Endi buni o'zi chorvadorlar kalkulyatorga urib ko'rsa, qancha foyda bo'lgan, misol 8 oylik natija qanday bo'lgan, buni bilish mumkin. Bo'ldi, tushundim. Demak, akalar qarang. 5800 so'mga to'g'ri kelyapti. Bitta molimizni bir kunlik ratsioni. Shunaqami? Yo'q, katta hayvonlar. 300-350 kilodan yuqori bo'lganlarni. Ulardagi pashta 4200 so'm. 4200 so'm kichkinlarning. Kichik 4200. Akalar, bugungi sanani aytamiz. Bugun 29-chi, xudo xolasa, yanvar kuni olinayotgan video va ushbu kundagi narx-navo bo'yicha sizga aytib o'tamiz. Tamam, yana 6 oy, 7 oydan keyin ushbu videoni ko'rib turib, "Sen yolg'onchisan" deb o'tirmaylar yoki shunga o'xshash holat bo'lgan bizda. Gap bo'lishi mumkin emas. Agar hisob-kitob qiladigan bo'lsa, u to'g'ri kelyaptimi, kelmayaptimi aka? Yo'q, to'g'ri kelyapti. Yaxshi to'g'ri kelyapti. Foyda. Sabab. Foyda yaxshi bo'lyapti. Sabab. Hayvon kasal bo'lmagandan keyin bitta dona oddiy har qanday kasallik davolash uchun bitta molni 150 kilo 200 kilolik hayvonni veterinar xizmati dori-darmonlar bilan birgalikda 300 ming 400 ming nari berib ketib qoladi. Kamida 300 ming 400 ming so'm eng oddiy kasalliklarni misol uchun davolash uchun ham hayvon ichotar bo'lib qoldi, ichotar bo'lib qoldi. Misol yosh buzovlarda ko'p uchraydi, ozuqani misol kuchaytirib yuborganda ichotar. Uni davolash uchun 3 kun 4 kun kapelnitsa oladi. Misol og'izdan dori yuboriladi, hayvon quruq hashayda qoladi, hayvon ves tashlaydi, ozadi, suvsizlanadi. Shuni davolash, o'sha kasallikni yengib chiqib ketish uchun ham pashta 300 ming 400 mingdan yuqori nima qilib qo'yadi? Rasxod qilib qo'yadi aholi. Shularga qaraganda ratsionning foydasi ancha katta. Ratsionning foydasi katta. Keyin yana bitta narsa, obunachilarimizga mana shu tuz. O'tgan safargi videomizda ham aytganmiz. Mana shu tuz nima uchun kerak? Hayvonlardagi ratsion tarkibida berilgan yoki bo'lmasa ukol qilib kirgizilgan taqdirda ham mineral moddalar yetishmovchiligi kuchli bo'ladi.
chunki bular o'sib rivojlanayotgan hayvonlarda mineral modda yetishmovchiligi kuchli bo'ladi. Mana shu narsani qo'yishni unutmanglar. Arzimagan pul turadi misol uchun. Oxirida doimiy tursa, suvi iliq holatda turish kerak hozirgi paytda. Iliq holatda arzon turish kerak. Yoz payti bo'ladigan bo'lsa, o'sha baqatonlamaslik kerak. Bizda baqaton deydi, ya'ni zamburug' bosib qolmaslik kerak suvni. Shularga e'tibor berib tursa, ancha yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, tushundim. Biz qo'ldan kelgancha endi ma'lumot berishga harakat qilyapmiz. Endi xudo xolasa gap bo'lishi mumkin emas. Avvalambor sizni men ekspert sifatida bilaman. Shuning uchun sizga rahmat demoqchiman bunaqa foydali video olganimiz uchun. Akalar, mana ko'rdinglar, xudo xolasa qo'ldan kelganicha harakat qildik foydali video bo'lishiga. Sizdan bir donagina bizni qo'llab-quvvatlash uchun laykni bosib qo'ying. Bizni o'sishimizga va boshqa bir chorvador akamizga manfaat tegishi uchun bu juda kerakli instrument ham bo'ladi. Xudo xolasa, agar ushbu videoyimizga 500 ta layk bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi qismini olishga xudo xolasa harakat qilamiz. Bor bo'linglar, salomat bo'linglar. Tohir aka, sizga katta rahmat. Sog' bo'linglar.